Assalomu alaykum aziz obunachilar. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tuman Kattako'lda Husniddin aka Mirzaboyev akaning mana shu hovlilari sotilar ekan. Ekran tagiga telefon nomerlarini qoldiraman. O'zlari bilan bemalol gaplashaverasizlar. Endi ekran tagiga shu nomerlarni qoldiraman. O'zlari bilan bemalol kelishib, o'sha narxlarini suv bor, Allohga shukr. Suv masalasiga keladigan bo'lsa, xudo qilib suv sotib olinadi. Faqat gaz, svet, ichimlik suvi. Endi orqadan mana kanal o'tgan ekan. Endi kanaldan endi ichib bo'lmaydi. Aslida mana to'palangni o'sha 120 mingga sotib olsa, o'zi 10 tonna 1-2 oyga ham yetadi. Gaz, svetda muammo yo'q. Oqma gaz bor ekan. Mana bu yerda 3 xona kadastr uchun qilib qurib qo'yilgan. Yana o'zlaringiz misol uchun o'zgartirish kiritmoqchi bo'lganlar, sotib olgandan keyin xolasalar o'zgartirish kiritasizlar. Xolasalar mana shu yerda ta'mirlab yashab tursa ham bo'ladi. Mashina keladigan yo'l mana bu shu tomondan kelar ekan. Mana bu yerda keyin yana bitta plus tomoni mana bu setka qilingan orqa tomonda 6 metr joy bor ekan. Uni ham bu narsa qurib misol uchun magazin yoki do'kon qursalaringiz ham bo'ladi, noturar joy qilib. Shunaqa qilsangiz, mana daraxt ekilgan daraxtlar bular hisoblanmaydi. Bu daraxtdan bemalol foydalanasizlar. Orqaga katta kanal o'tgan ekan. Hozir ko'rsataman sizlarga. Kanalni bo'yiga bemalol daraxtlarni ekib foydalansa ham bo'lar ekan. Bu daraxtlar hisoblanmaydi. Yo'l mana. Yo'lga keladigan bo'lsak, mana yo'lda mana bu yoqdan kelib bemalol mashin kirib keladi. Sharoitlari shu gaz, svet, eng muhimi gaz, svet bor. Faqat suv, xolasalaringiz sotib olasizlar. Xolasari filtr qo'yib, motor qo'yib, mana shu suvdan ham foydalansa bo'ladi. Faqat 4 ta filtr qo'yish kerak, 3 ta filtr qo'yish kerak. 3 ta filtr qo'yib, motor qo'yib, lekin buni ichib bo'lmaydi. Meni maslahatim, lekin ichib bo'lmaydi. Faqat ichimlik suviga keladigan bo'lsak, shu sotib olinadi-da, xullas. Ekran tagiga nomerlarini qoldiraman, xudo xolasa. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana Husniddin akani agarotlarni sotib olish uchun keladigan odamlarga mana mo'ljal Sharg'un tomondan kelguncha transformatorda oldidan kirib boriladi. O'zbekiston tomonidan Sariosiyo tomonidan Shaxtiyordan kirib kelib O'zbekiston mahallasi bilan kirib keladigan odamlarga ko'prikdan o'tgandan keyin chap qo'lga buriladi. Mana shu transformator oldidan kirib boriladi.